بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Hurmatli azizlar, oxirgi suhbatimizda kufrning arkonlari to'g'risida ozmi ko'pmi to'xtalib o'tgan edik. Kufrning arkoni 4 ta bo'lib, kibr, hasad, g'azab va shahvoniy nafs deb ular to'g'risida qisqacharoq to'xtalib o'tgan bo'ldik. Kufrning birinchi rukni kibr to'g'risida bugun sizlar bilan xossatan mana shu mavzuga ozgina bir to'xtalib o'tishlikni to'g'ri deb bildim. Alloh azza va jallani go'zal ismlari va kamol sifatlarini o'rtaga qo'yib vasila qilib so'raymanki, Alloh taolo siz va bizlardan kibr sifatini, kibr yomonligidan Alloh taolo o'zi bizga omonlik bersin. Bilib bilmagan holatda kibrlangan bo'lsak, Alloh taolo bu qilgan gunohlarimizni o'zining fazli marhamati bilan kechirsin. Birodarlar, agarda e'tibor berib qaragan bo'lsanglar, hurmatli azizlar, islomdagi opa-singillar, kufrning arkonlari insonning zohirida ko'rinadigan amallar emas. Taqqoslash joiz bo'ladigan bo'lsa, islom arkoni bilan kufr arkonini bir taqqoslamoqchiman. Islomning arkoni 5 ta bo'lib, iymondan keyin namozni qaraysizmi, yoki Ramazon ro'zasini qaraysizmi, yoki zakotni qaraysizmi, yo islomdagi qodir bo'lgan odamlarga ado etadigan haj ibodatini qaraysizmi, insonning zohirida ko'rinadi. Ya'ni inson namoz jasadi bilan ko'rinib, tashqi hayotida ko'rinib, ruku sajdalarini qilayotganligini ko'rinib, insonda islom arkoni ko'rinadi. Yoki hajga boradi, jasadi bilan borib, boshqa yurtlardan Alloh farz qilgan joyga, Makka mukarramaga borib, Allohning baytini tavof qilib, Arafot minolarida Alloh aytgandek, Rasuli ko'rsatib bergandek bu manosiklarni ado etishlik bilan jasadi bilan, zohiri bilan ko'rinadi. Lekin kufrning arkonlarini qarasangiz, hammasi insonning botinida, ya'ni ichki hayotida. Kibr ham, hasad ham, g'azab ham, shahvoniy nafs ham. Buning alomatlari tashqarida ko'rinadi. Insonning kibri aslida esa qalbda bo'ladi. Buning alomati zohirida, tashqarida ko'rinadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kibrdan bizni ogohlantirganlarda man kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibr dakhala an-nar dedilar. Kimning qalbida zarrachalik kibr bo'ladigan bo'lsa, u do'zaxga kiradi dedilar. Kibrning mahalli, turar joyi qalbda bo'ladi. Uning tashqida ko'rinishligi esa nima bilan bo'ladi desa, al-kibr, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, bizlarga o'rgatib berganlaridek, al-kibru batarul haq va ghamtun nas dedilar. Kibr bu batarul haq, ya'ni haqni qabul qilmaslik. Shuning uchun kibrning asli illati, ko'rinadigan samarasi haqqa bo'ysunmay qo'yishlik bo'ladi. Ya'ni o'zini haq deb biladi, o'zini to'g'ri deb biladi, o'zini manhajini, hayotdagi tutgan yo'nalishini to'g'ri deb biladi. Unga nasihat hech ham qabul qilmay qo'yadi. Alloh va Rasulidan kelgan kitobi sunnatni, Qur'on va hadisni, butun hammasini, ulamolarning fatvolarini, ulamolarning ijtihoddan berilgan fahmlarini bersangiz ham o'zimki to'g'ri deb turaveradi. Kibr bor odam haqqa bo'ysunmay qo'yadi. Bu kibrning tashqi ko'rinishligi. Al-kibr batarul haq. Kibr bu haqqa bo'ysunmay qo'yishlik. Aslida esa bizdan qullik vazifamiz qulning vazifasi. Biz qulmiz, Alloh taoloning qulimiz. Qulning vazifasi bitta narsa, itoat qilishlik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo
o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini va payg'ambar Muhammad alayhissalom bilan birga bo'lgan bandalarining vasf qilganda hammalarimiz o'qib, eshitib yuradigan Allohning oyati, eng ulug' oyatlardan biri bo'lgan Amanar Rasul, Baqara surasining oxiridagi 2 oyatni Amanar Rasul. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuli, elchisini Muhammad alayhissalomni vasf qilib Amanar Rasul bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun. Rasul Muhammad alayhissalom Alloh taolodan nozil bo'lgan narsaga iymon keltirganini xabarini berib, orqadan shu joyda u kishiga ergashganlar to'g'risida Alloh xabar beradi. Va qalu sami'na va ata'na. Ularning so'zlari eshitishlik va itoat qilishlik. Ya'ni asosiy qoida shu. Bizning vazifamiz eshitishlik va itoat qilishlik. Eshitishlik kimdan? Eshitishlik Alloh va uning rasulini so'zi. Kimlardandir naql qilib, ustozlar, ahli ilmlar, olimlar, do'iylar Alloh va uning rasulini, Qur'on va hadisni xabarini bersa, unga eshitishlik va itoat qilishlik. Va bu narsa o'ta muhim bo'lgan narsa. Ya'ni o'zimni va sizlarni haqiqiy qullikka chaqirishlik, mana bu kibr degan balodan qutulib qolishlikning asosiy omili eshitgan narsasiga itoat qilishlik bilan inson kibrni o'zidan haydab turadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hali birorta inson jahannamga tushgani yo'q. Allamul g'oyb bo'lgan zot jahannamdan xabar berganda Mulk surasi hammamiz eshitgan, ko'p o'qigan, ayniqsa bizlarning yurtlarimizda xufton namozidan keyin bobolarimiz o'qib doimiy o'zlariga, ya'ni shunday bir vazifa qilib olgan Mulk surasini qarasangiz, hattoki shu mayyit qo'yilganda ham shunday bir Mulk surasini o'qishadiki, vallohu alam ajdodlarimiz mana shu Mulk surasini o'qisin, shu oyatlardan o'zlariga darslik olsin degan niyatlar bilan, garchi bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning manhajlarida, sunnatlarida mayyitni qo'ygandan keyin bunaqa Mulk surasini o'qiganligi to'g'risida sahih xabarlar bo'lmasa-da, ajdodlarimiz bundan nasihat olishligi uchun, bu oyatlarga e'tiborimizni qaratishligi uchun o'qigan bo'lsalar kerak. Mana shu Mulk surasida Alloh taolo jahannam ahlini xabarini beradi. Va ularning so'zlarini Alloh taolo bizga eslatib ogohlantiradi. Va qalu, jahannam ahlining so'zi, law kunna nasma'u aw na'qil. Agarda biz eshitganimizda va aqlimizni yuritib to'g'ri xulosa olganimizda, ma kunna fi ashabis sa'ir, bu sa'ir jahannam ahlidan bo'lmardik dedi. Demak, jahannamga kuyishlik, jahannam ahlidan bo'lishlikning sababi eshitmaslik va eshitgan narsasiga aqlini yurgizmaslik. Qulning vazifasi, haqiqiy saodat ahlining vazifasi, va qalu sami'na va ata'na g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Ey Robbim, albatta eshitdik va itoat qilamiz va gunohlarimizni kechirgin, boradigan joyimiz seni huzuringgadir deb turib, haqiqiy qulning vazifasi shu. Demak, mana shu sifat kirmashligining illati inson nima bo'lar ekan? Kibr ahlidan bo'lib qolar ekan. Kibr ahli esa haqqa bo'ysunmay qo'yadi. Kelinglar, kibr to'g'risida insonning har bir bani odam farzandining hammasida kibrdan nasibasi bor. Agarda buni taqqoslash joiz bo'ladigan bo'lsa, Abduvali qori akamni ajoyib bir darslari bor edi, g'arizalar to'g'risida, insonning tabiati, fitrati to'g'risida, g'ariza deb atalmish fitrati to'g'risida insonning g'arizasi bo'ladi. Aytaylik, insonning yeyishlik g'arizasi bo'ladi yoki erkak kishining ayolga, ayol kishining erkakka bo'lgan g'arizasi, xohishi bo'ladi. Buning albatta halol yo'li bilan qondirishlik dinimizning ko'rsatmasi, manhaji hisoblanadi. Insonning chanqoq g'arizasi bo'ladi. Albatta u narsani suyuqlik bilan ichib, o'zining nafsini, g'arizasini, tabiatini qondiradi. Halol bilan bo'lmasa, harom bilan boradi. Uyqu g'arizasi bor. Insonning badanida shunga ehtiyoji bor. Shunday g'arizalardan, tabiatlardan insonning kibr degan g'arizasi bor. Insonning kibr degani hadisda aytganda vag'omtun nas, odamlarning ayblashlik, odamlardan o'zini. Bilasizlar, kibr deganda hammamizning tasavvurimizda
o'zini baland tutishlik, o'zini undan ko'ra yuqoriroq tutishlik degan narsa bor. Mana bu sifat aslida esa har birimizda topilishligi, ya'ni mana shu narsa bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana shu narsani to'g'ri qondirmasangiz, haromga va Alloh taologa kufrga olib ketib qoladi. Bu deganim nima demoqchiman? Inson o'zini baland tutishlik, o'zini yuqori tutishlik bu insonning tabiati xohlaydigan narsa, xohishi bo'lgan narsa. Alloh subhanahu va taolo bizga bu g'arizamizni, bu tabiatimizni qondirishlik uchun Alloh azza va jalla inson o'zini baland tutishlikda kufr ahlidan baland tutishlikni bizga dinimizda buyurgan. Kufr ahlining shaxsiyati emas, insoniyligida emas, uning qalbida ko'tarib yurgan kufridan o'zimizni baland tutishligimiz. Alloh azza va jallani inkor qilgan, Alloh azza va jallaning tashri' qonunlaridan o'zining fikrini, o'zining g'oyalarini baland tutgan odamdan biz o'zimizni yuqori baland tutishligimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim o'zlarining sahih to'plamlarida keltirgan hadis sharifda musulmon odam kofirga yo'l bermasin dedilar. Ya'ni yo'lini berishlikda inson o'zi aslida Alloh taolo yurishlik, Alloh taoloning bizga ta'lim bergan. Wala tamshi fil ardi maraha. Yerda kekkayib, o'zingizni baland tutib, mag'rurlarcha yurmang dedi. Aslida yurishlikda Alloh subhanahu va taolo ibadur rahman, Rahmanning bandalarini vasf qilganda yamshuna alal ardi, ya'ni ular yer yuzida yurganda hokisonlik bilan, tavozunlik bilan yuradi deb maqtadi. Va boshqa oyatida wala tamshi fil ardi maraha, kekkayib yurmang dedi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan kofirlarning ziddiga urush maydonida bir sahobiy kekkayib, shunday yerlarda tepib yurgandek qilib, ya'ni oson tushunishlik uchun soldatcha yurganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yurishlik joiz emas, faqatgina shu joyda joiz dedilar. Ya'ni kofirning oldida kekkayib yurishlik, jihod maydonida o'zining baquvvat qilib yurib ko'rsatishlik mana shu joyda. Soldatcha yer tepib yurishlikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan, dinimiz qaytaradi. Kekkayib yurishlikdan dinimiz qaytaradi. Lekin kekkayib, baland bo'lib, kofir kelayotganda kofirga yo'l bermasdan tik turib yurishlik insonning agarda mana shu ma'nodagi o'zining baland, o'zining yuqori tutishlik bo'ladigan bo'lsa, kofirning oldida bo'ladi. Shu tabiatimizning, shu chanqog'imizning kofirda oldida qilmaydigan bo'lsak, musulmonlarga qilamiz. Musulmonlarga qilishlik bilan inson haromga o'tadigan bo'lsa, Allohning dinidan yuz o'girishlik bilan, Allohning dinidan o'zini baland tutishlik bilan kufrga qarab ketib qoladi. Kibr aytganimizdek insonning fitratida, tabiatida o'zining baland tutishlik degan joyini halol to'g'risi bilan to'ldirib qo'ymasangiz, harom bilan, hattoki kufr bilan insonning qalbiga kirib keladi. Alloh subhanahu va taolo kibrning o'zida tashqi ko'rinishga beradigan natijasi aytganimizdek o'zini baland tutishlik. Endi Alloh subhanahu va taolo musulmon odamni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va Alloh yaxshi ko'rgan solih bandalarini vasf qilganda azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin dedi. Mu'minlarga hokisor, ya'ni musulmonlarga nisbatan, qariyalarga nisbatan, ojiza ayollarga nisbatan, yosh go'zallarga nisbatan o'zini hokisor tutadi. Lekin kofirlarda oldida ko'radigan bo'lsa, o'zini aziz, mag'rur, baland tutadi. O'zini yuqori tutadi. Muhammadur Rasululloh, Muhammad Allohning rasulidir. Vallazina ma'ahu, u kishi bilan birga bo'lgan zotlar ashidda'u alal kuffar ruhama'u baynahum. Kofirlarga qattiq qo'l, dag'al, lekin musulmonlar bir-biriga esa mehribon, rahmdil, muhabbatlik, kechirimlik, aybini yashiradigan, yaxshiligini oshiradigan va unga yaxshilikni iroda qiladigan, yomonlikni undan himoya qiladigan bo'ladi. Kim ular? Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lganlar. Agarda biz o'zimizga qaraylik, musulmonlarga nisbatan, muslimalarga nisbatan, yoshlarga nisbatan, qarilarga nisbatan sifatimiz qanaqa? Nogironlarga nisbatan, ojizalarga nisbatan, aqli zaiflarga nisbatan bizni holatimiz qanaqa?
ularning oldida o'zimizni hokisor tutamizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqitadigan hadislar bilan bizni ogohlantirganlar. Man lam yarham la yurham. Rahim qilmagan odam rahim qilinmaydi dedilar. Rahim qilishlik kimga? Mo'minlarga, hech qachon kofirlarga emas, hech qachon Allohning dushmanlariga emas, hech qachon Allohni inkor qiladiganlarga emas, hech qachon Allohning dinini haq deb bilmaydiganlarga emas. Musulmon odam lekin xatokor bo'ladigan insonlarga nisbatan nima ular? Ruhama, rahmdillik. Ularga rahim qiladi, ularni kechiradi, ularning ayblarini yashiradi, ularni yaxshi ko'radi. Kimlarda? Musulmonlarda, ahli qiblani. Lekin kofirlarda hech qachon kofirlarga nisbatan o'zining adovatini ko'rsatib turadi. Chunki bizda bu mening sizlarga aytadigan so'zim emas, bu Alloh va uning rasuli dinimizni. Ibrohim alayhissalom va bada baynana va baynakum al-adawatu wal bag'do. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning biz u kishining millatidamiz. Biz u kishining yo'lidamiz. U kishining manhajlarini Alloh taolo tasdiqan bizga aytayaptiki, bugundan boshlab dedi Ibrohim alayhissalom. U degani siz bilan men iymon ahlini yo'limizni Alloh tasdiqan Ibrohim alayhissalom chizib beryapti. Va bada baynana va baynakumul adawatu wal bag'do. Bugundan boshlab sizlar bilan bizlarning o'rtamizda adovat, ya'ni qarama-qarshilik boshlandi. Dushmanlik boshlandi sizlar bilan. Hatta tu'minu billahi wahda. Hattoki Alloh taologa iymon keltirmagunlarga qadar. Iymonga keldimi? Iymonga kelgan odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday mehribonlik qilardilar? Qanday ayblarini yashirardi? Hattoki man satara musliman, kim bir musulmon odamning aybini yashiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni qiyomat kunida aybini yashiradi. Kim bir musulmon odamning g'am tashvishini ko'tarsa, Alloh taolo uni qiyomat g'am tashvishidan xalos qiladi. Kim bir musulmon odamning qiyinchiligidan yengilchilikka olib chiqadigan bo'lsa, unga qiyinchiligini aritadigan bo'lsa, Alloh taolo uni qiyomat kunidagi qiyinchiligini boshidan mushkilidan xalos qiladi. Musulmon odamga insonning insoniylik hurmati bor. Undan baland turgan islomda musulmonlik hurmati bor. Kofirning insoniylik hurmati bor. Lekin ko'tarib yurgan aqidasi uning Allohga va uning Allohning diniga nisbatan bo'lgan kufri esa adovat va dushmanlikka o'zi haqli bo'lgan adovat dushmanlik hisoblanadi. Shuning uchun islomda musulmon odam, kofir odam agarda vafot etadigan bo'lsa, uni hayvonlarga yoki axlatlarga tashlamaydi. Odamiylik hurmatidan yerga ko'mib qo'yadi. Lekin iymon yo'ligi uchun musulmonlar qabristoniga qo'ymaydi. Bu bizning dinimizni, jonimiz fido bo'lsin Robbimizga, jonimiz fido bo'lsin dinimizga. Chunki bizning saodatimiz shu dinimizda. Shu dinimizning, iymonning saqlanib qolishlikka asos bo'lgan kufrning birinchi rukni bu kibr ekan. Kibrdan xalos bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh iymonimizni saqlab qolamiz. Bu aytganimdek kibr insonning ichki hayotida topiladigan narsa, qalbda topiladigan narsa, uni o'zini o'rniga qo'yishligi bilan g'arizamizning, tabiatimizni to'ldiramiz va Alloh harom qilgan joylarga esa ishlatmaymiz. Bunidan xalos bo'lamiz. Shunda biz iymonimizni saqlab qolamiz, kufrdan o'zimizni uzoq qilamiz. Bir narsa xulosa qatorida shuni aytamanki, har birimizda kibrdan bo'lgan nasibamiz bor. Agarda buni to'g'ri yo'lga qo'ymasak, xato yo'lda ketadi. Xato yo'lda ketishligi oxir oqibat kufrga olib ketib qoladi. Alloh subhanahu va taolo kibrdan hammalarimizga o'zi saqlanishligimizga o'zi yordam bersin. Robbim o'zi ofiyat bersin. Alloh taoloning huzuriga xolis iymon va to'g'ri islomda yo'liqishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Qalbimizda kibr bilan Robbimizga yo'liqib qolishlikdan Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Allohu taala alam va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.